Assalomu alaykum qadrli qalblarim, qalbga yaqinlarim, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Sizlar bilan yana bir kunda ko'rishayotganimizdan juda ham xursandman. Bahorning eng go'zal bayramlaridan biri yosharish bayrami, yangilanish, yangilik, sumalaklar, bahoriy kayfiyat, chiroyli gullarni aks ettiruvchi bugungi Navro'z ayyomingiz bilan tabriklayman. Navro'z ayyomida go'zallik, nafosat, baxt, quvonch, yangilanish, yosharish sizlarni tark etmasin. Har doim mana shunday chiroyli kunlarda birga diydorlashishlik, birga bo'lishlik nasib qilsin. Eslatib o'taman, biz bugundan bolalik travmalar kursimizga start berishni boshlaganmiz. Agar sizda hozirgi kuningizda yechilmayotgan masalalaringiz bo'lsa, har qancha urinmang, u yechilmayotgan bo'lsa, demak uning ildizi bolalikka borib taqaladi. Aynan bolalikdagi travmalarni olib tashlanganida daraxt qanchalik mustahkam bo'lish uchun, meva berishi uchun uning ildizi mustahkam bo'lishi qanchalik muhim bo'lsa, biz aynan shu ildiz bilan ishlaymiz. Hali ham imkon bor. Bugun ham siz maxsus kunda ajoyib chegirmalarda bayram uchun qo'shilish imkoniyatiga egasiz. Biz esa rivojlanishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Alloh panohida bo'ling.